Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisan bolam? Qandaysan? Kechi? Men hamshiralik kasbimga ega bo'lish uchun onajonim sabab bo'lganlar. Chunki onajonimga bitta ampulani ordirish uchun butun qishloqda yugurib yig'lab chopgan kunlarim bo'lgan. Shuning uchun aytganmanki, bo'laman. Xudo xolasa men hamshira bo'laman. Hammaga qo'limdan kelganicha yordam beraman deganman. Xudoga shukr, mana shu yerga 90-yil kelin bo'lib kelgan bo'lsam, shundan beri elni xizmatidaman, elni duosidaman, hamshiraman. Endi bizni mana shu Qizilchavra, Dasht Qizilchavra qishlog'imiz tarqib joylashgan. O'ziga yarasha kuchuklarimiz bor. Yo'lda chopib yurgani. Bu yerda haqiqatan dashtlik joy. Cheburlar ham bor, tulkilar ham bor, kuchuklar ham bor, har xil narsa bor. Endi doim qo'limda ponar bilan yurganman kechalari. Ponardan qochadi ko'llar. Keyin tulkilar ko'z yorib turadi ponarga. Shunday tutaman, orqaga tis bo'laveradi. Shunday. Mana eshagimiz ota-bobomizdan qolgan. Taksida bu. Shu uzoqni yaqin qiladigan narsa. Bu jonivorim mehnati yaxshi. Og'irlarni yengil qiluvchi bu jonivor. Uzoqni yaqin qiluvchi. Sen jonivor mehribon bo'lgin. Kuchuklardan himoya qilgan xo'p? Yo'q aqdim. Hamma ishimni yengil qilib yurgan shuda. Suv tashiymiz shu bilan. Kasalga, bemorga boraman shu bilan. Biron bir ko'chaga chiqish uchun ham zaril bo'lib qolsa, unga ham chopamiz, kesak olib kelamiz, yo'l-yo'lakay. Hamma ishga bolalarim yosh bo'lgan, o'qitganman hammasini. Shu payt shu menga jonivor yordam berganda. Men Xolbika opadan juda minnatdorman. Xursandman. Bolalarimni har doim issig'ida ham, sovug'ida ham xabar olgani uchun mingdan-ming roziman. Xolbika opa, qishloq sharoitimizda og'ir, qor yog'adi, yomg'ir yog'adi. Shunday paytlari ham qorlardan, yomg'irlardan, loylardan kechib bolalarga ukol urgani keladi. Bu gapni hamma aytadi. Nima zaril doktor momo? Sizga nima zaril degan gaplarni aytadi. Lekin mening vijdonim buni qo'ymaydi. Ikkovimiz yana bitta vizitga borsak, charchadim, tushunyapsiz. Ikkalamiz charchamaymiz, xo'p? Молодец, bu eshagimiz jonivorda. Bu yerda aynan Dasht Qizilchavra degan qishlog'imiz mana shu. 1500 ga yaqin aholimiz. Unda 5 ta kelin olib keldik. Ustiga xonadonlar ko'payyapti. Xonadonlar sonimiz 200 dan oshiq xo'jaliklarimiz bor. Emlashlarni mana shu konteynerimda bajaryapman hozir. Oldin eshakamni bekisda solib, musqaltani xo'jinga solib, uymay kirib bir kunda qilishim kerak-ku men. Uyimay yurganman-da. Hozir telefonda chaqiraman, emlash boshlandi deyman, o'zi aholim ham tushunib qoldi, xudoga shukr. Asal qizim, qandaysizlar o'zi? Yaxshi turibsizlarmi? Ana buvisi keldi ishdan. Mana shu qishlog'imizdagi Xolbika doktor ko'p yordamlari bor. O'zi rostlanimda yordamlari bor.
mana shu yo'l qurilishida ham o'zini hissalarini qo'shgan. Keyin mana qurilgan telishkalar, antinaga ham o'zini hissasini qo'shib kelyapti. U kishi bilan faxrlanamiz. Mana shu qishlog'imizda mana shunday ayol kishi borligidan. Endi biron kishi muhtoj bo'lsa men chopaman. Yuragim urib tursa, elim uchun xizmatga doim tayyorman. Xudodan shuni so'raymanki, men sog' bo'lay, elim sog' bo'lsin. Agar biron kishi muhtoj bo'lib qolsa, menga Xudojon kuch berdi, men shunga yetay. Birinchi yordamni qilayin, shuni yashasin. Mana bugun ko'rgan bolalarimizning juda ahvoli og'ir. Xudoga shukr, mana yurib ketdi. Elim uchun jonimni berishga ham tayyorman.